Assalomu alaykum. Mana bugun biz juda ko'p kasallar bilan maslahatlashdik, gaplashdik, analizlar oldik. Bugun mana shu skrining tekshirurimizga Dildoraxon kelishdilar. Dildoraxon savol berishyapti-da. Nimaga mendan leykoplakiya kasalligi bor deyapsizmi? To'g'rimi? Bu siz bezovta qilishiga qancha bo'ldi? Bir oydan oshdi. Bir oydan oshdi. Sizda bu narsa 2-3 yil oldin boshlangan. Bir o'ylab ko'ring. To'g'rimi? Shunday holatlar bo'ladi ayollarda. Leykoplakiya kasalligi o'zi qanday kasallik? Leykoplakiya bu oq dog'lar ko'rinishida teri shilliq qavatlarida uchraydigan kasallikdir. Bu bo'lishi mumkin og'iz bo'shlig'ida, terida, shu bilan birga ayollar jinsiy a'zolarida bo'lishi mumkin. Ayollar jinsiy a'zolarida uchraydigan bachadon bo'yni leykoplakiyalari, shu bilan birga tashqi jinsiy a'zolar leykoplakiyalari uchraydi. Ular 0,1-0,5% uchraydi. Mana shunday holatlarda ayollarda nima bo'ladi? Ko'p ayollarda bezovta qilmaydi, faqat terining rangi o'zgaradi. Lekin buning sababi surunkali shabodalashlar, surunkali yallig'lanishlar, virusning infeksiyalar natijasida, gormonal buzilishlar natijasida paydo bo'ladi. Gormonal buzilishlar qachon paydo bo'ladi? Agar ayol o'z vaqti to'g'ri ovqatlanishga rioya qilmasa, sog'lom ovqatlanishni bilmasa, yana bundan tashqari unda semizlik, ortiqcha vaznlik, ortiqcha vaznsizlik ham mana shu gormonlar buzilishiga olib keladigan asosiy omillardan hisoblanadi. Ko'proq vazn yuqori ayollarda, sahri bor ayollarda leykoplakiyalar juda ham ko'p uchraydi. Ular doimiy ostilarini qichishi bilan murojaat qiladi. Shunday ekan leykoplakiyani davolash mumkin, uni oldini olish mumkin. Siz to'g'ri ovqatlanishga rioya qilishingiz, ortiqcha vaznsizlikdan qutulishingiz, shu bilan birgalikda nima qilib shabodalashlarningizni yo'qotishingiz kerak. Sizga albatta ginekolog ko'rigi juda ham muhim bo'ladi. Shu bilan birgalikda kolposkopiya, sitologiya tekshirishlari sizni mana shu kasallikni oldini olish uchun, diagnoz qo'yish uchun muhim omil bo'ladi. Shuning uchun siz ginekolog ko'rigidan o'tdingizmi? Sizda ortiqcha vazn bormi, yo'qmi? Ortiqcha vaznsizlikchi aynan mana shu narsalar gormonal buzilishlarga olib keladi. Ayolda vazn ko'payib ketganda estrogen miqdori oshadi. Estrogen miqdori oshganda aynan mana shu gormonal buzilishlarga sabab bo'lib, aynan mana shu kasalliklarda sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun doim o'zingizni kontrol qiling, o'zingizni seving, e'zozlang va vaqtida ginekolog va sog'lomlashtirish mutaxassisi ko'rigida bo'ling.